Yakkabog' bekligi qal'asining devori va uning ustidagi chek. Chap tarafda esa ko'pchilik ko'rgan, lekin tarixini bilmaydigan madrasa. Biz bugun bu haqda sizlarga ma'lumot beramiz. Madrasa juda chiroyli va ko'rkam holatda qurilgan va buni video davomida ko'rishingiz mumkin. Ungacha esa like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Mana shu hozir kelib turgan, ko'rib turgan madrasamiz Yodgor Vallami, ya'ni Yodgorbekning o'zi vaqtida 1822-1823-yillar qurdirgan madrasa hisoblanadi. Yodgorbek o'sha vaqtlarda bu madrasani tolibi ilmlarni, ilm o'rganadigan, o'sha ilm oladigan maskan bo'lishini xohlagan. Faqat u vaqtlari Buxoroga borib, tolib ilmlar Buxoroga borib ilm olib kelishlari mumkin bo'lgan. Yodgor Vallami o'zini, ya'ni Yakkabog'da tolibi ilmlarni ma'rifatli, bilimli bo'lishini xohlashgan. O'sha vaqtlari uzoq joylardan, ya'ni boshqa viloyatlardan, boshqa shaharlardan mashhur ustozlarni, o'sha ilm ahlini chorlagan bu yoqqa va o'sha Yakkabog'dagi yoshlarni bilim olishga undaganlar. Bu madrasaning asosan tepa qismida 22 ta xonasi, pastki qismida esa 23 ta xonasi, jami 45 ta hujralardan iborat hisoblanadi. Bu hujralarda asosan o'sha tolibi ilmlar, yoshlar, ya'ni har bitta fiqh ilmi, geografiya, ya'ni o'sha vaqtda jo'g'rofiya, astronomiya, o'sha fiqh ilmi, forsi, turkiy tillarda o'sha bilim olishga undashgan. Bu xonalarda asosan o'sha yoshlar ham bilim olishgan, ham yotib uzoqdan kelgan yoshlar, ya'ni tolibi ilmlar yotib o'sha yashab o'qishgan. Yana tepalarida ko'rishimiz mumkin, yana kichik hujralar bo'lgan. O'sha hujralarda tahorat oladigan xonalari, o'sha namoz o'qiydigan xonalari va bilim oladigan xonalari alohida juda ham chiroyli proyekt bilan qurilgan. O'sha Buxoro amirligida ko'rgan bo'lsak, o'sha madrasalarga o'xshagan, o'sha gumbaz shaklida, ya'ni o'sha ya'ni Amir Temur davridagi o'sha Ko'kaldosh madrasasi, o'sha Tillakori madrasasi, o'shalarga o'xshagan yo'nalishda, ya'ni qurilgan hisoblanadi. Bu yerda asosan 4 tup tut daraxti ekilgan. Endi tut daraxti bilasizlar, o'sha yerni pastga cho'kib ketmasligi uchun, yerni muvozanat ushlab turishi uchun o'sha qabristonlarda madrasalar ekilgan. Bu asosan 1996-yilda bir ta'mir talab bo'lgan, 92-yildan bir ta'mirlangan. Lekin 1876-1873-yillar mobaynida o'sha sho'rolar, ya'ni Rossiya imperiyasi bostirib kelgan vaqtda buzib tashlangan, ko'p talofatlar yetkazilgan. Tepaga yana 3-etaji bo'lgan. O'sha bir Yodgor Vallami o'sha 96 yoshida vafot etadilar. Vafot etishlaridan oldin, ya'ni yaqin, masalan, vafot etishlaridan oldin bir tush ko'radilar. Tushlarida hali bu madrasa oxiriga yetmagan bo'ladi. Tushlarida bir oq it qopib oladi va bu tush tabrini bilish uchun o'sha vazirlaridan, mulozimlaridan so'raydi va mulozimlari shunday maslahat berishadi: Yodgorbek, bu tushingiz xosiyatsiz tush hisoblanadi. Bu mana shu qurdirgan madrasangiz o'zingizga qabr bo'ladi deb aytishadi. Shundan keyin ozroq vaqt o'tgandan keyin Yodgor Vallami juda ham qattiq betob bo'ladi va vaholanki u kishi 96 yoshda edilar va qarib keksayib qolgandilar. Shuning uchun o'sha 96 yoshlarida vafot etadilar va bu 3-etaji, ya'ni madrasaning 3-etaji qurib bitkazilmas turib, o'sha vafot etganlardan keyin qurilish to'xtaydi. Shundan keyin bu qurilish to'xtagandan keyin Buxoro amirligidagi o'sha Amir Nasrullohxon davrida o'sha butun bekliklardagi, umuman amirliklardagi ro'yxatga olinadigan mana shu madrasalar, umuman maqbaralar ro'yxatga olinayotgan vaqtda qurib bitkazilmagani uchun bu madrasa o'sha tarixiy nimalarga kiritilmay qolib ketgan. O'shaning uchun ham hozirgi davrda endi madaniy bizni boyligimiz hisoblanadi. Lekin hozirda ishlatilmaydi, xaroba ahvolda. Lekin Yakkabog'da bitta mana shu madrasa bizani tarixiy obidamiz hisoblanadi. Xo'p, o'sha davrda asosan eski Yakkabog'da mana shu madrasa bitta mana shu
yagona madrasa bizga saqlanib qolgan o'sha Yodgor Vallamiy davrida, ya'ni Amir Nasrullohxon davrida Yakkabog'da mana shu madrasa faqat bizga saqlanib qolgan. Boshqa tarixiy obidalar yo'q bizda. Bu asosan madrasamiz 2 qavatdan iborat hisoblanadi. Tepa qavatida 22 xona va pastki qavatida 23 ta xona, ya'ni jami 45 ta xonadan iborat hisoblanadi. Bu to'g'ridagi tepaliklar Beklik qalasining devorlari bo'lgan, o'rtasidan darvoza bo'lgan. Keyinchalik bu tepalik o'rtasi kesilib, o'rtasidan katta yo'l o'tkazilgan. Endi keyingi qismlarda boshqa ziyoratgohlarni borib ziyorat qilib tarihlab beramiz. Rahmat hammaga.